bu uyda kirganingizda hamma planirovka xonalarni ko'rganingizda o'zi uchun qilganini ko'rasiz. Chunki gaz, suv, svet hamma yo'q kirgan kanalizatsiyasigacha bor. В общем, места очень много, хоть футбол гонять. Также можно разделить это на места для своих братьев, сестр, детей. В общем, много. Assalomu alaykum Zinat uy-joy savdosining aziz kuzatuvchilari. Bugun biz Artur bilan birgalikda ajoyib bir Farg'ona shahrini bir barhavo joyda 5 bola hududida joylashgan mana shu 12 sotixdan iborat bo'lgan 2 qavatli pishig'ishda pishiq qurilgan hovli uyni obzorni qilib beramiz. Biz Artur bilan kelganimizda juda bizga yoqdi. Uyda haqiqatdan mustahkam o'zi uchun qilganligini yaqqol ko'rib turibmiz. Ya'ni bu sotuvga qilmagan o'zi aslida. To'g'rimi Artur, fikringiz? Все абсолютно верно. Итак, всем здравствуйте. Хамаги, ассаламу алейкум. Зинат уй-joy savdo предоставляет вашему вниманию очередную локацию. Бешбала, 12 сотых. Дом очень надежный, сделан из жженого кирпича. Устос, может, покажете нам дом? Да. Ben ko'rib turganda uyda kelayotganda e'tibor qaratishlaringizni so'rayman. Uy o'ta ham regellari hamma yo'q, seysmopoyezlar qilingan, tepasi gazobogda qilingan. Uy haqiqatda juda ham chiroyli bir mustahkam qilingan. Oynalar qo'yilgan. Bu uyda o'zi asli uy egasi yashagan, bir oz yashagan. Kelganingizda mana birinchi navbatda elektriskiy hammasi Yevromontaj, ya'ni har bitta rozetkaga bog'langan, uy отоплениялар qilingan, uy двухконтурный qo'yilgan o'zi. Va bu uyda kirganingizda hamma planirovka xonalarni ko'rganingizda o'zi uchun qilganini ko'rasiz, chunki uylar juda ham keng. Sizga ham yoqdimi, Artur? Очень понравилось, дорогие друзья. Когда заходишь в дом, сразу видно качество дома. Человек строил для себя и под себя, для семьи. Также в этом доме установлены все отопительные приборы. Двухконтурный котел, электричество, полностью все проведено абсолютно новое. Da, mana kirganimizda mana bu oshxonasini ko'rib turibsiz. Keng, katta oynalar ko'ryapsiz. Hali oddiy akvaplast emas bu. Bu ko'rib turganingizdek, hali yog'ochligi chiroyli bir yaxshi qo'yilgan, akvani ham yaxshi tozalab qo'yilgan, radiatorlar qo'yilgan. Oyoq tagini sal tashlab ketgan, keyinchalik o'zi uchun to'pli-po qilishingiz mumkin. Gaz, suv, svet hamma yo'q kirgan kanalizatsiyasigacha bor. Итак, дорогие друзья, как сказал мой Устос, сделано очень качественно. Даже подобраться к этим окнам, окна сделаны из хорошего, очень хорошего материала. Также, как повторил Устос, я хочу сказать, что дом сделан для себя и под себя. Здесь очень хорошо, уютно, и локация очень хорошая в центре Ферганы. Да, keyingi xonalarga kirganimizda ko'rasizlar. Kirganimizda birinchidan xonalarni ko'rganingizda tor qilib qo'yishadi, lekin bu yoq keng va o'zbeklarga kim ko'proq keladi? O'zbeklarga ko'proq mehmonxonani qarang, bir ajoyib marosim o'tkazasizmi, boshqa qilasizmi? Mehmonxonani juda ham bir keng, katta qilgan, yorug'lik kirish uchun ikkita emas, balkim 3 ta oynalar qo'ygan. Albatta mana bu yerdan har bir narsaga detalga e'tibor qaratganki, pardalarni iladigan, elektr pardalar iladigan joylargacha gips kardonni to'g'rilab ketganligini biz Artur bilan ko'rib, biz gap yo'q deyapmiz hozir. Да, дорогие друзья, на самом деле дом строили не просто его как бы построить, а сделали очень грамотно и разумно. Все выходы, все щели, даже на тот момент, чтобы посмотреть в окошко, здесь 3 окна, света будет больше, чем достаточно, дорогие друзья. Да. Kirganimizda bu uyni egasi aslida bu yerda yashab turib bir vaqt yashadi, hozir majbur bo'ldi sotishlikka. Shuning uchun mana bu yerlarda bir yashagandan keyin necha bir qarovsiz qolibdi, eshiklar qo'yilgan, endi radiator qo'yilgan. Mana bu yerda ustalarning yaxshisini o'ta nima bo'ldi, qayga albatta chiqib ketdi, lekin uy tayyor bo'lgan va bu kattalar uchun, ota-onalar uchun spalni, bu yerda sanuzeli bor, ya'ni bu yerda hammom, tualetga juda ham keng joy tashlangan, shunday tashlab qo'yilmagan demak. Да, дорогие друзья, до того момента, как продать эту квартиру, здесь жили люди, так как недоброкачественные, наверное, ремонтники, да, сделали ремонт и чуть-чуть вот здесь взбухло. Также в этой комнате вы можете сделать для родителей, также в этой комнате у нас присутствует отдельный санузел. Посмотрите. Issiqlik manbai kirganligini yana bir bor eslatib o'taman. Radiatsiyalar qo'yilgan, bu ishlaydi. Duxovkada qo'yilgan isitish tizimi bor. Ya'ni hozir odam
Qanday olsa, o'zini fokusi bu planirovka zo'r. Планировка мне очень понравилась. Planirovka yaxshi, rosa zo'r, faqat puli bor odam olib turib, bitta yaxshi ustani solib remont qilsangiz, uy gap yo'q. Boshqalardan buzib qo'yadigan emas. Men yerda общий санузел bor. Men yerda katta yana bolalar uchun yotoqxona qilib tegiz mumkin bo'ladi. Также, дорогие друзья, так же, как мы и сказали, в этой комнате очень большая, уютная, свет падает, есть свой кондиционер. Хорошее место, Устос. Да. Мне очень нравится. Juda chiroyli. Endi asosiy endi tashqariga chiqamizda ikkinchi qavatni ko'rsatamiz. Ya'ni ikkinchi qavatga chiqadigan bo'lsak, ikkinchi qavatni ham yaxshi. Bu kontorlarga joy qoldirgan, bu kontorning majlikda. Bu kontorning beriladi, ya'ni beriladi, olib qo'yilgan. Bu kontorning joy qilingan, ya'ni отопительный sistemaga hamma sharoit bergan. Demak, ikkinchi qavatga Пойдемте посмотрим на chiqamiz. Gazobloka qilingan ikkinchi qavatni. Второй этаж у нас сделан из газоблока, дорогие братья. Mana kecha tepadan ko'ryapmiz, o'ta mustahkam qilingan. Deb keng holatda qilamiz. Nazarimizga nechta bo'lsa bemalol bo'lib, xonalarni bo'lib, qarang, keng bir ajoyib joy. Demak, o'zingizni fikringiz bo'yicha qilishingiz mumkin. To'g'rimi, Abdul? Sizga ham yoqdi? Точно то. Birorta bir fikr sizga ham bo'lsa kerak, bitta nima qilish kerak. В общем, дорогие друзья, поднялись на второй этаж. Посмотрите, сами сделано очень качественно, из хороших брусьев. Oynalarni qarang, erinmasdan yaxshilarini hammasi qo'ygan. Hammasiga Aquaplast chiroyli qilib qo'ygan. Yorug'lik gap yo'q, hali qizg'anmagan. Juda ham mana bitta, ikkita, uchta, to'rtta, 5, 6, 7, 8, 9 ta Aquaplast oynalari qo'yilgan. Tepalarida juda ham mustahkam loylarni qilib, ya'ni tepa haligi mansardbaz, chist ikkinchi qavat bu. Mansardbaz ko'ryapsizlar, chiroyli holatda qilingan. Demak, Света будет достаточно, я думаю, Устос. Да, Очень хороший, светлый дом. Endi so'zimiz oxirida orqani bir ko'rsatamiz va undan keyin fikrimizni davom ettiramiz. Пойдемте посмотрим двор. Двор тоже очень большой, очень много места. Также я могу вам по секрету сказать, если у вас дети, семья, можно небольшой бассейнчик сделать. Мне это очень понравилось. Недолго бассейн katta tam dach demak, orqaga mana bu yerdan bemalol kirish chiqishligimiz mumkin. Chiqqanimizda, Сквозной выход. demak, chiqqanimizda ko'rib turganingizdek, azizlar, bu joy umuman kengda, bemalol idish-tovoq, o'choqxonalar, basseyn, daraxtlarda ekib turib, oilangiz uchun juda ham chiroyli bir holatda bu yerda So'rlarni qo'yib, Да. поставить топчан. obod qilishingiz mumkin, bemalol. Demak, kimga qiziq bo'lsa, Так что, дорогие друзья, кому интересно этот дом, Да. просим обращаться по номеру ниже указанному телефона. demak, azizlar, kutib qolamiz. Qo'ng'iroq qilib, batafsil ma'lumot beramiz. Uyni egasi narxi ushbu uyni 95 ming so'rayapti, kami bor deyapti. Kelib 100 ming qilamiz, bemalol savdolashib, arzonroq real narxga yana olib beramiz. А цена этого очередного дома 95 тысяч. Есть небольшая скидка. Так что звоните, обращайтесь, сделаем красиво и бодро. Да. Всем спасибо.